Xullas bir kun o'tirib, hayotimdagi bo'layotgan voqealarni o'ylab, 18 yoshimda bo'lganimda nimalarni o'zgartirgan bo'lardim degan savolni o'zimga berdim. Agar 18 yoshda bo'lganimda men ko'proq kitob o'qigan bo'lardim. Diplom olish, baho olish shu kabi shirin muammolar menda ham bo'lgan. Diplomdan ko'ra ko'proq insondagi ko'nikmalar muhimligini men tushundim. Ishonch bilan aytaman, siz даже u insonni qayerda o'qiganini ham bilmasligingiz mumkin. Adashmasam, 17 yosh atrofimda bir to'yxonada ofitsiant bo'lib ishlaganman. Ofitsiantligim bilib qolsa nima bo'ladi? O'ylama, halol kasb, to'g'ri ish, boshqalarning fikrini kamroq o'yla. Yosh insonlarning xatosi odatda xato emas, tajribasizligi o'yladi. Dota yoki Counter Strike. Yana nima bor edi? Masalan, PUBG. Agar bunday o'ylab qarasak, hayotimiz ham o'zi o'yinga o'xshaydi. Faqat bitta farqi, o'yinda restart tugmachasi bor. Odatda odamlar maslahatni emas, balki tajribadan chiqqan yoki tajriba orqali kelgan xulosalarni ko'proq xush ko'rishadi va ularga ko'proq bu narsa qiziqarli tuyuladi. Bu xulosaga qanaqa keldim desangiz, xullas bir kun o'tirib, hayotimdagi bo'layotgan voqealarni o'ylab, 18 yoshimda bo'lganimda nimalarni o'zgartirgan bo'lardim degan savolni o'zimga berdim. Tabiiyki bunga javobni oldin o'zimning fikrlarimdan qidirdim va undan keyin YouTube ga kirdim. Ba'zi videolarni ko'rsam, ko'p insonlar agar 18 yoshda bo'lganimda men ko'proq kitob o'qigan bo'lardim. O'zimning fokusni o'qishga, sportga qaratgan bo'lardim. Shunga o'xshash xullas gaplarga ko'proq duch keldim. Va bugun nima demoqchiman? Bugun agar men 18 yoshda bo'lsam, nima qilgan bo'lardim? Shu haqida gaplashmoqchiman. Chunki men 18 yoshda bo'lsam, ko'proq kitob o'qish yoki disiplinaga rioya qilishdan ko'ra menga ko'proq fikrlar keldi. Bu fikrlar yuqorida aytganimdek tajriba orqali keldi. Bugun sizlar bilan shuni ulashaman. Agar shu kabi foydali ma'lumotlarni kuzatib borishni xohlasangiz, unda kanalga obuna bo'ling. Bu mavzuda qolgan odamlarning fikrini ham albatta hurmat qilaman. Disiplinaga rioya qilish yoki doimiy kitob o'qish bu bo'lishi mumkin bo'lgan narsa, lekin 18 yoshda siz o'zingizni 18 yoshda tasavvur qilsangiz va bu narsaga o'zingizni majburlashingiz, menimcha ozgina qiyinroq bo'lsa kerak. Shuning uchun ularning fikrini hurmat qilgan holatda biz bugun bu mavzuni kengroq va boshqa rakursdan qarab ko'ramiz. Hayotim davomida maktabda o'qidim, kollejda o'qidim, institutda o'qidim, undan tashqari yana boshqa har xil kurslarda o'qidim. Diplom olish, baho olish shu kabi shirin muammolar menda ham bo'lgan. Lekin bir muddat o'tgandan keyin hayotimda bo'layotgan voqealarga qarab, diplomdan ko'ra ko'proq insondagi ko'nikmalar muhimligini men tushundim. Ya'ni birinchi agar 18 yoshda bo'lganimda o'zgartirishim kerak bo'lgan narsa bu baho olishga yoki nimadir yuzaki o'rganish uchun emas, balki ko'proq o'zimdagi ko'nikmalarni, ingliz tilida aytganda skillsni oshirishga harakat qilgan bo'lardim. Ha, o'qish kerak, rostdan ham ko'p ma'lumotlar olish kerak, inson sifatida o'sishimizga ham juda ham yordam beradi. Lekin hayotda doimiy bir tekisda rivojlanib davom etishimiz uchun shaxsiy fikrim til, muloqot, o'rganishni o'rganish yoki do'st orttirishni o'rganish bu kabi hayotiy ko'nikmalar insonga ko'proq yordam beradi. Bu gap bilan diplom kerak emas demoqchi emasman, lekin diplom keltiradigan foyda sizga to'g'ri juda ham katta bo'lishi mumkin. Diplom bir gap bilan sizga eshikni ochib beradi. Eshikdan kirib uni davom ettirish ko'p hollarda ko'nikmalarga bog'liq. Bir qancha yil ustoz bo'lib, ko'p insonlarni baho uchun yoki ma'lum bir muddat o'rganib, ota-onasini xursand qilish uchun o'qiyotganiga guvoh bo'ldim. Undan ko'ra, albatta o'qish muhim, lekin biz bu ishni odatda o'zimiz uchun bajaramiz. Buni oddiy qilib tushuntiradigan bo'lsam, siz o'zingiz hayotingizda muvaffaqiyatga erishgan bo'lgan insonni tasavvur qilib ko'ring. Ishonch bilan aytaman, siz даже u insonni qayerda o'qiganini ham bilmasligingiz mumkin, lekin uni muvaffaqiyati undagi shakllangan ko'nikmalardan tashkil topgan. Keyingi men o'zgartirishni juda ham xohlagan narsa bu boshqa insonlarning fikri bilan kamroq band bo'lish. To'g'risi, men 16, 17, 18 yoshimda agar o'ylab ko'rsam, boshqa insonlar men haqimda nima fikrda yoki bitta ishni to'g'ri deb bilsam, u ishni qilmaslik, chunki boshqa insonlar tanqid qilishi mumkin. Shu kabi fikrlarga juda ham aralashib qolgan ekanman. Bunga oddiy misol keltirishim mumkin. Adashmasam, 17 yosh atrofimda bir to'yxonada ofitsiant bo'lib ishlaganman. Ishlash davomida taxminan 6-7 oydan keyin bizga qo'shni bo'lgan odamlar to'yga kelishgan. Men ularni ko'rganman, hayajonlanganman, voy ofitsiantligim bilib qolsa nima bo'ladi? Shunga o'xshagan fikrlar xullas boshimdan aylangan. Va undan keyin o'sha qo'shni meni tanib qolib chaqirib, menga choy olib kelib ber degan. Men hozir buni tushunaman. U inson samimiy, to'g'ri xizmat qilayotgan, ishlayotgan bola ekan deb to'g'ri o'rinda menga gapirgan. Lekin men buni men haqimda bilib qolishdi, ofitsiantman deb noto'g'ri fikrga yoyganman. Va oradan bir muddat o'tib,
endi qolganlar bildi deb akamga bu mavzu haqida gapirsam, akam o'ylama, halol kasb, to'g'ri ish, boshqalarning fikrini kamroq o'yla, to'g'ri ish qilsan, asosiysi oldinga qarab harakatlan degan fikrni menga aytganlar. Va bu fikrga men tabiiyki yoshman, noto'g'ri sifatida qaraganman va boshqa insonlarning fikri meni o'sha sohadan ketishimga majbur qilgan. Ha, bu taqdir, ha, bu tushunarli hammasi, lekin bu yerda biz ahamiyat berishimiz kerak bo'lgan narsa, ko'p yoshlar odatda boshqa insonlar haqida fikrlaydi. Boshqa insonlarning o'zligi haqida fikrlash haqida o'ylaydi. Bu juda ham muhim emas. Sizga yaqin bo'lgan, siz to'g'ri, ilmli deb bilgan insonning fikrini eshitishingiz bu yaxshi albatta. Lekin hammani fikri bilan chalg'ib, qilishingiz kerak bo'lgan ishni ham qilmasligingiz bu xatodan boshqa narsa bo'lmasa kerak. Bugun shuni bilamanki, hammani roziligini olishga urinish bu sizni o'zligingizni yo'qotishingiz menimcha eng tez yo'li bo'lsa kerak. Chunki hammani roziligini olish imkoniyati yo'q. Bitta ish to'g'ri deb bildingiz va o'sha ishni siz hurmat qilgan, siz aqlli deb bilgan insonlar bilan maslahat qilasiz va faqat harakat qilish kerak. Chunki bu yosh harakat qilinadigan yosh. Agar siz videoni ko'rib 18 yoshdan katta bo'lsangiz, menga bu foydasiz ekan degan xayolga bormang. Chunki bu fikrlar, ya'ni ko'nikmalarni rivojlantirish va boshqa insonlarning fikriga kamroq ahamiyat berish, bular sizga har qanday yoshda ham kerak bo'ladi. Ja bo'lmasa, siz o'zingiz 18 yosh yoki undan kichkinaroq bo'lgan tanishlaringizga bu haqida maslahat bera olasiz. Keyingi men urg'u bergan narsa sal g'alatiroq eshitilishi mumkin, lekin ko'proq yoki tezroq xato qilgan bo'lardim. O'zi ochiqini o'ylab qarasak, 18 yoshli odamga kimdir qarab, bu xato qilibdi, bu noto'g'ri qilibdi degan so'z ishlatilinishi iste'molda yo'q. Chunki bu bolalarning xatosi, ya'ni yosh insonlarning xatosi odatda xato emas, tajribasizligiga yo'yiladi. Va bu tajribasizlik ularga hayotda tajriba olib keladi. Men bu yoshimda xato qilishdan qo'rqardim yoki boshqa insonlarning fikri xato qilishga bermasdi meni. Agar qaytib qolganimda edi. Xato qilish xato emasligi, balki xato qilish bu hayotdagi tajribaligini tushunib, harakat qilib ko'rgan bo'lardim. Ba'zi insonlar xatoni tajriba deb ham qaramaydi. Shunchaki ular bu xato deyshadi va bu xato ularni harakat qilmasligiga undaydi. Aynan shu narsadan men qochgan bo'lardim. Hozirgi 18 yosh atrofidagi o'smir bolalar nima bilan band? Virtual hayot. Masalan, virtual hayotdagi o'yinlar, Dota yoki Counter Strike. Yana nima bor edi? PUBG bor edi. Masalan, PUBG. Bu virtual o'yindagi xatolar ularni strategiyani o'zgartirishga va o'yindagi tajribani oshirishga undaydi. Ular tushunadi. Bugungi qilayotgan xatosi bu keyingi o'yinlarda ularni yana ham kuchli qiladi. Ayni shu strategiyani ular o'zini hayotida ham qo'llasa bo'ladi. Bir xil ketadi. Agar bunday o'ylab qarasak, hayotimiz ham o'zi o'yinga o'xshaydi. Faqat bitta farqi, o'yinda restart tugmachasi bor. Hayotda esa bu tugmachani biz tajribaga o'zgartirishimiz mumkin. 18 yoshimda xato qilsam katta mag'lubiyat deb tushunganman. Lekin hozirgi paytda agar o'sha paytdagi qilingan xatolar faqatgina to'g'riroq qadam bosish uchun bo'lgan imkoniyat edi. 18 yosh yoki o'smirlar hozirgi paytda bu yoshda odatda institutga kirishadi. Endi maktabni tugatgan, katta hayotga bizning tilda aytganda qadam qo'yayotgan insonlar. Bu insonlardan faqat to'g'ri qaror qabul qilish hech qachon so'ralmaydi. Faqatgina shu qilingan xatolardan to'g'ri tajriba olish va hayotda o'shani tatbiq qilish so'raladi xolos. Bitta gap bilan aytganda, agar 18 yoshga qaytsam, men mukammal bo'lishga harakat qilmasdim. Doimiy kitob o'qish, intizom, chunki unaqa bo'lish men nazarimda imkonsiz. 18 yosh, qon qaynagan, undan ko'ra ko'nikmalarni, ko'proq insonlar bilan muloqot qilishi va boy yuqorida ta'kidlab o'tgan har xil ko'nikmalarni o'z ustida ishlab o'stirgan bo'lardim. Boshqalarning fikri haqida kamroq o'ylash. Mana siz ulg'aygan inson sifatida o'ylab ko'ring, qaysi 18 yoki 17 yoshli insonni o'ylab o'tirasiz. Bu mana ish qilibdi, bu agar keskin xato bo'lmasa, siz odatda o'ylamaysiz. U qilgan xatoni bo'lishi mumkin bo'lgan ish deb qabul qilasiz. Eng yomoni 18 yoshda men shuni odamlar men haqimda shunaqa o'ylayapti deb qabul qilmaganman. Balki ular meni tanqid qilishidan va har xil keskin gaplarni gapirishdan qo'rqqanman. Va eng oxirida har bitta qilingan xatoni o'ylab, tushunib, undan kerakli xulosani olgan bo'lardim. Keyingi qiziqarli va foydali videoda ko'rishguncha